Xullas bir kenglikda ho'kizlar yashar ekan. Va ularni tinchini arslonlar tez-tez buzib turar ekan. Qanday qilib buzadi, ularga hujum qilib qolar ekanda. Lekin bular har doim ularga qarshi bir jamoa o'laroq qarshi turar ekan. Birortasini berib qo'ymas ekan. Arslonlar nechta bo'lib kelsa, kesin bular ham to'dalanib bularga hujum qilgani qo'ymas ekan. Shundan arslonlar juda ozib, to'zib, xarob bo'lib qoldi. Va aytishibdiki, bu hech qanaqasiga bu ho'kizlarga qurbimiz yetmayapti. Birortasini ovqila olmayapmiz, qornimiz ochib ketdi, oylardir bir narsa yeya olmayapmiz. Bir fitna qilamiz debdi. Nima fitna qilamiz desa, shu ichinglardan bittasini bizga beringlar deymiz. Xullas borishibdi arslonlar ho'kizlarning yoniga va ho'kizlarni chaqiribdiki, biz sizlarga aslida dushman emasmiz. Biz sizlarga do'stmiz. Faqat shu ichinglarda bir sariq ho'kiz bor. Juda ham chiroyli va juda ham rangi boshqacha bo'lgani uchun bizni ko'zimizga chiroyli ko'rinib, ishtahamizni ochib yoradi. Shu bo'lmasa biz sizlarga nima qilmaymiz? Biz har doim hujum qilar ekan shu sariqqa hujum qilmoqchi bo'lamiz. Chunki ko'zimizni chaqnatib yoradi. Ichimizda boyagi nafsimizni qitiqlab qo'yadi. Shuni bersalaringda biz shuni olib ketsak, sizlarni bezovta qilmasak, sizlar ham tinch yashaylar, biz ham tinch yashaylik. Ho'kizlar maslahat qilishibdi. Xullas kalom sariq ho'kizdan voz kechadigan bo'lishdi, tinchligini o'ylab. Ichidan bittasi aytibdi, bekor qilyapmiz. Uni gapini hech kim eshitmabdi, ovozini. Sariq ho'kizni olib ketishibdi. Yebdi, qornini to'yg'azishibdi. Yana ozgina vaqtdan keyin arslonlarni yana qorni och qoldi. Yana ketdi ho'kizlarning yoniga. Biz sizlarga dushman emasmiz, do'stmiz. Faqat yaxshilik istaymiz, ammo shu ola ho'kiz bor ichinglarda ko'zimizni juda olyapti, shu tinchimizni buzyapti, fikrimizni buzyapti. Shuni ko'rsak hujum qilgimiz kelib qolyapti. Shuni beringlar, qutulinglar bizdan. Ola ho'kizni ham berishdi. Boyagi ho'kiz bittasi qarshi chiquvdik, u yana aytdi, bekor qilyapmiz, bekor qilyapti. Yo'q, uni gapini eshitishmabdi. Ola ho'kizni ham berishibdi. Xullas kalom shunday qilib bir qarasa ola ho'kiz, bir qarasa sariq ho'kiz, bir qarasa qora ho'kiz yoqmay qopti arslonlarga va ho'kizlar ham ularga yoqmay qolganini beraveribdi. Bir kuni aqli yetib qopti. Biz nima qilib qo'ydik? Qancha yaqinimizdagi do'st birodarimizni berib u arslonlarga. Qayerda yutqizdik biz? Deganda boyagi qarshi chiqayotgan bir ho'kiz bor edi-yu, ovozi eshitilmayotgan, o'sha aytibdi. Biz bu jangni sariq ho'kizni berganda yutqizganmiz. Birinchisini berganda o'shanda yutqizgan.